Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, Allohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Aziz birodarlar, ayni damda Ayub bilan Suriyaning markazidagi Damashq shahrida va Damashqni markazi hisoblangan Umaviylar masjididamiz va hayit kunlaridamiz. Esinglarda bo'lsa, Ayub bilan ko'p hayit tabrik videolarimizda Alloh subhanahu va taolo keyingi hayitlarimizda yangi fath bo'lgan mintaqalarda o'qishligimizni, o'sha yerlarda bir suratga olishligimizni nasib qilgan bo'lsin derdik. Mana Alloh subhanahu va taolo bizni mana shunday bir islomni qadimiy markazlaridan ilm va boshqa umumiy markazi hisoblangan Damashq shahrida mana shunday namozni o'qishligini nasib qildi. Albatta tilaymizki, birodarlar, mana bunday xursandchilik, mana bunday futuhot va mana bunday izzatni ayni damda mana bu hayit ayyomlarini mahzunlikda zulm ostida ko'rayotgan Sharqiy Turkistondagi yoki bo'lmasa Kashmirdagi va mana bu o'zimizni Falastindagi ayni damda mana bombardimonlar ostidagi G'azodagi ahlimizga ham tilab qolamiz va Alloh subhanahu va taolo ham mana bu islom ummatini nusrat bilan ne'matlantirsin, xuddiki Shom ahlini ne'matlantirgani kabi. Va Alloh subhanahu va taolo u yerlarda ham hayit bayramlarini mana shunday nishonlashimiz o'z nasib qilgan bo'lsin. Bismillah, assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, taqabbalallohu minna va minkum solihil amal. Abu Ali birodarim aytgandek, bir yil oldin Ramazon tabriklarida bo'lsin, Qurbon hayitlarida bo'lsin, Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolar edikki, mana bu yilni futuhot yili qilib bersin deb. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu yilni bizga futuhot yili qilib berdi. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolodan mana bu bayramlarda, islom ummatining bayramlarida yana so'rab qolamizki, mana bu yilni Alloh subhanahu va taolo bizga futuhot, nusrat yili qilib bersin. Nafaqat balki Ummaviylar masjidida, balki Aqsoda ham mana shunday tabriknoma videolar olishligimizni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo Turkiston ahliga, ya'ni Turkiston yerlariga nusrat bersin. Barchalarni mana bu Idil Fitr bayrami bilan tabriklayman birodarlar. Alloh subhanahu va taolo qilgan ibodatlarni qabul qilsin barchasini. Hammamiz mo'min birodarlar, muslima opa-singillar Rayyon eshigidan kirishlikka barchamizga nasib qilsin inshaalloh. Taqabbalallohu minna minkum solihil amal. Alloh taolo sizlardan qabul qilsin. Hayakumulloh.